Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi kafemiz. Kafedagi barcha jihozlar kuxnyasidan sotiladi. Mana bunaqa divanda 13 komplekt bor. Komplekti 1,5 milliondan, usti mana bunaqa kalyonda o'yna bo'ladi. Divanda o'tiradigan mana bunaqa joylar yangi qilingan. Hammasi ideal statsionar. Keyin konditsionerimiz bor. 24 talik AUX konditsioner, holati idealni turibdi. Ozgincha ishlagan, narxi $600. Keyin mana bunaqa posudlar qo'yib qo'yadigan shkafimiz bor. Narxi $100. Buni ham holati zo'r turibdi. Ikki tomonlama bilan, narigi tomondan ham eshiklar bor. Keyin mana bunaqa ikkita chesterchamiz bor. Posuda qo'yadigan shkaf. Bular 300 ming so'm. Barni stoyka MDFdan ishlangan, juda baquvvat. Narxi $200. Keyin jalyuzilarimiz ham sotiladi. Jalyuzilarning razmeri har xil bo'ladi. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib turaverasizlar. Keyin lyustralar ham sotiladi. Kimga dizayni to'g'ri kelsa, bemalol narx qo'yasizlar. 500 ming so'mdan narxi. Hozir kuxnyani ham ko'rsatamiz. Mana shu kuxnyada ko'rib turgan barcha narsalar sotiladi. Qozon, idish tovoq, gaz plita, moyka, nержавейка, stollar, samovar, nima ko'rinayotgan bo'lsa, hamma narsa sotiladi. Bitta buni narxini aytishga vaqtimiz yetmaydi. Telefon qilib bemalol bilaverasizlar. Televizor shabaka 32 talik, narxi 1 million so'm, ishlashlari chotdi. Bu televizorimizdan 5 dona bor. Keyin konditsioner Artel invertor bo'ladi, narxi $250. U 1 oycha ishlagan, holati yengil turibdi. Keyin mana bu italyanskiy stolimiz bor. Stol uchidan buni 4 ta stoli bor, narxi 1,5 million so'm. Keyin kartinkalar bor, ular ham sotiladi. Qaranglar, mana har 5 ta xona bor. Har bitta xonada mana shunaqa ko'rpacha, gilam, kartinka, bittadan televizor bor, keyin konditsioner ham bor. Kimga nima qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rayverasizlar. Ko'chalarga qo'yiladigan ulishli moykamiz bor. Narxi 800 ming so'm. Bundan 2 dona bor.